Avvalambor assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi mavzuyimiz yuzlikdan o'tib ko'paytirish. Ikkinchi masala. Ikkita o'ramda 242 metr sim bor. Shunday 5 ta o'ramda qancha sim bo'ladi? Ikkita o'ramda 242 metr sim bor ekan, 5 ta o'ramda nechta bo'ladi deyapti. 5 tada x ta bo'ladi. Proporsiya qilamiz. Buni bu yoqqa x ni 2 ga 5 ni 242 ga ko'paytiramiz. 2x barobar 242 ko'paytirilgan 5. Ustun shaklda ko'paytirib yuboramiz. 242 ko'paytirilgan 5. 5 kare 2 10 0 bir yoqda, 5 kare 4 20, bir yoqdagi bilan 21 2 yoqda. 5 kare 2 10, 2 yoqdagi bilan 12. 1210. 202x barobar 1210. X barobar 1210 ni bo'lishimiz kerak 2 ga. Ustun shaklda bo'lamiz. 2 ga. 1 ni 2 ga bo'lib bo'lmaydi. Beradan bilamiz. 12 ni 2 ga bo'lsak 6. 6 kare 2 12. Ayirsak 0. 1 ni tushiramiz. 1 ni 2 ga bo'lib bo'lmaydi. Bitta 0 beramiz. 0 ni bu yerga tushirib, bu yoqqa beramiz. 10 ni 2 ga bo'lsak 5. 10 dan 10 ni ayirsak 0. 5 ta o'ramda 605 metr o'ram bo'lar ekan. Metr sim bo'lar ekan. Uyga berilgan topshiriqlardan 6-masala. 73 ko'paytirilgan 2, 3 ko'paytirilgan 93, 254 ko'paytirilgan 2 va shu misollardan ishlab ko'ramiz. Birinchisi 73 ko'paytirilgan 2. 73 ko'paytirilgan 2. Ustun shaklda ko'paytiryapmiz. 2 kare 3 6, 2 kare 7 14. Ikkinchisi 93 ko'paytirilgan 3. Ko'paytirilgan 3. 3 kare 3 9, 3 kare 9 27. 279 degan javob chiqyapti. Uchinchisi 254 ko'paytirilgan 2 edi. Shu shaklda ko'paytirsak 2 kare 4 8, 2 kare 5 10 dan 0, bir yoqda 2 kare 2 4, bir yoqdagi bilan 5. 502. 508. Keyingisi 483 ko'paytirilgan 2. Ko'paytirilgan 2. 2 kare 3 6, 2 kare 8 16 ni 6si bir yoqda, 2 kare 4 8, bir yoqdagi bilan 966 degan javob chiqyapti ekan. Yettinchi masalamiz. Korxonada bir kunda 182 metr atlas ishlab chiqarildi. Agar har kuni shunchadan atlas ishlab chiqarilsa, 3 kunda necha metr atlas ishlab chiqiladi? Bir kunda 182 metr atlas ishlab chiqarilyapti ekan. 3 kunda necha metr ishlab chiqariladi deyapti. X qo'yapman. Proporsiya x ni 1 ga, 3 ni 182 ga. X barobar 182 ko'paytirilgan 3. Bir yo'la ustun shaklda ko'paytirib ketyapman.
182 ni 3 ga ko'paytirsak, 3 kere 2 6, 3 kere 8 24 ni 4'i 2 yotda, 3 kere 1 3, 2 yotdagi bilan 5. 546. 3 kunda 546 metr atlas ishlab chiqarilar ekan. Keyingi mavzuyimiz o'nlikdan va yuzlikdan o'tib ko'paytirish. O'nlikdan va yuzlikdan o'tib ko'paytirish. Ikkinchi masala. Oshxonada 580 kilogramm kartoshka keltirildi. Agar bir kunda 135 kilogramdan ishlatilsa, 3 kundan keyin necha kilogramm kartoshka qoladi deyapti. 580 kilogramm keltirilibdi. Bir kunda 135 kilogrammdan ishlatyapti ekan. 135 kilogramm. Ayirib olamiz. 0 dan 5 ni ayirib olmaydi. Bundan bir qarz beramiz. 10 dan 5 ni ayirsak 5. Endi bu yerdan 7 qoldi. 7 dan 3 ni ayirsak 4. 5 dan 1 ni ayirsak 4. 445 kilogramm qoldi. 3 kundan keyin necha kilogramm ortib qoladi deyapti. 445 bo'lamiz 3 ga. Chunki 3 kundan keyin deganligi uchun 3 ga bo'lib o'tyapman. 4 ni 3 ga bo'lsak, 4 ni ichida 3 talikdan bitta bor. 3 ayiramiz 1. 1 ni bo'lib bo'lmaydi, 4 ni tushiramiz. 14 ni ichida 3 talikdan 4 ta bor. 4 kere 3 12. Ayrilsak 4 dan 2 ni ayirsak 2. 25. 25 ni ichida 3 talikdan 8 ta bor. 24. Ayirsak 1. 445 ni 3 ga bo'lsak, 148 u 1 qoldiq qolyapti. Shu 1 qoldig'imiz 3 kundan so'ng 1 kilogramm qolganini bildiradi. Uyga berilgan masalalardan 6-masala. 97 ko'paytirilgan 2. 3 ko'paytirilgan 48. 376 ko'paytirilgan 2. Birinchisi 97 ko'paytirilgan 2. 97 ko'paytirilgan 2. 2 kere 7 14 ni 4'i 1 yotda. 2 kere 9 18, 1 yotdagi bilan 19. 194. Ikkinchisi 48 ko'paytirilgan 3. 3 kere 8 24 ni 4'i 2 yotda. 3 kere 4 12, 2 yotdagi bilan 14. 144. Keyingisi 326 ko'paytirilgan 2. 2 kere 6 12 ni ikkisi 1 yotda. 2 kere 2 4. 1 yotdagi bilan 5. 2 kere 3 6. 652. 7-masala. Chizma asosida masala tuzing va yeching. Bu yerda muzeydan maktabgacha bo'lgan masofani beryapti-kan. Oradagi masofalar haqida topishimiz kerak ekan. Muzeydan do'kongacha bo'lgan masofa 142 metr. Do'kondan maktabgacha bo'lgan masofa bundan 2 marta ortiq deyapti. Muzeydan maktabgacha bo'lgan masofani ham toping deyapti. Muzeydan do'kongacha bo'lgan masofa 142 metr ekan. 2 metr ko'paytirilgan 2. Do'kondan maktabgacha bo'lgan masofa bu. 2 kere 2 4. 2 kere 4 8. 2 kere 1 2.
284 do'kondan maktabgacha bo'lgan masofamiz 284 metr ekan. Umumiy muzeydan maktabgacha bo'lgan masofani so'rayapti. 142 qo'shilgan 284. 4 ga 2 ni qo'shsak 6, 8 ga 4 ni qo'shsak 12 ni ikkisi bir yotdi, 2 ga 1 3, bir yotdagi bilan 4. 426. Muzeyda maktabgacha bo'lgan masofamiz 426 metr ekan. Va shu bilan bugungi mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi.